o'ziga tortishligi kerakki, mushrika, kofira, behayo ayollarga o'zining ziynatlarini ko'rsatishlikdan islom man qiladi, birodarlar. O'zining ba'zi a'zolarini ayollar bu hayosiz, mushrika, kofira ayollar ko'rishligi bilan, boshqalarga uni sifatlashligi bilan uning axloqan buzilishligiga, ular bilan doim yurishlik axloqan buzilib qolishligiga sabab bo'ladi. Bu oyatning tafsirida ba'zi mufassirlar aytganlarki, avnisaihinna faqat mushrika, kofira ayollargina emas, balki o'zini musulmonman deb da'vo qilgan fohisha ayollardan ham o'zini ziynatlarini bekitib chetga olishlikka ma'murdir. Chunki ularning axloqsizliklari bularga o'tadi deydi. Birodarlar, mana bu joyda aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghayru ulil irbati min ar-rijali aw at-tifli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa. Bu yerda bayon qilingan oyatlarda bittasi qo'l ostida xizmatkor bo'lib turgan, agar ayol kishi sayyida bo'lsa, uning qo'l ostida quli bo'lsa, mana bulardan o'zini ziynatini bekitishlik haraj bo'ladi-da, bulardan ziynatini bekitmaydi. Abittabi'ina ghayri ulil irbati minar rijal, ya'ni o'zini ba'zi bir kishilik xususiyati yo'q bo'lgan, ya'ni erkaklik xususiyati yo'q bo'lgan ba'zi bir uylarda xizmat qilib yuradigan shunaqa kishilardan ham chetdaga olmaslikka islom ruxsat beradi. Undan tashqari go'dak bolalar, ya'ni kamolot yoshiga yetmagan bolalardan ziynatlarini bekitmaslikka islom ruxsat beradi. Mana bu o'rinda bizning oilalarimizdagi bizga bir savollar bo'lganligi sababli shu oyatni biz bayon qilib beryapmiz, javobni umumiy qilib. Kishilar, bizning xalqimiz o'rtasida ayollarga nisbatan amaki, tog'alari hammasi mahram, birodarlar. Lekin kuyovining amakisi, tog'alari va kuyovining aka-ukalari va o'zining kuyovining jiyanlari, bular hech qachon mahram emas, birodarlar. Mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Bularga ziynatlarni ko'rsatishlikdan man qilingan. Bular bu ziynatlarni ko'rsatmaslik ularga behurmatlik emas, birodarlar. Bizning davrimizdagi ayol kishining erkak kishi kirgan vaqtda kutib olmasligi shu odamlarga nisbatan behurmatlik degan bir falsafada o'sib qolganligi uchun shu ta'sir ostida, birodarlar, mahallalar shu ayollarga mahram bo'lib ketavergan. Ha, bu o'zimizning mahallaning odamida deydi. Undan ham qizig'i shuki, biror bir musulmon kishi kelayotgan bo'lsa o'zini chetga oladi. Ammo mushrik yo kofir, dinsiz, ajnabiy odam kelsa, bu kofir deydi. O'zi aslida ehtiyot bo'lishlik shu kofirdan ehtiyot bo'lish kerak. U gunohni bilmaydi, birodarlar. Undan ham tashqari, biz dinni, islomni o'zining yo'li deb tan olmaganlar bilan gaplashmaymiz. Islom bizning yo'limiz, islomni nima buyursa qilaman degan kishilarga shu so'zimizni aytamiz. Ba'zi bir kishilar ta'lim beradi. Ko'p bolalarni ta'lim berib, Qur'on o'rgatadi va unga ba'zi darslardan beradi. Berishligi bilan oilasi ularga ummul mo'minin bo'lib qolaveradi, birodarlar. Shun bilan hech hali bolalar kamolatga yetganlari ham bemalol shu ustozini o'g'li bilan, ayoli bilan gaplashib, so'rashib shunday yuraveradi. Ummul mo'minin, bu onalarning manzilasida o'zlarini deydi. Hech qachon onam bo'lmaydi, birodarlar. Ming marta onasi desam onasi bo'lmaydi hech qachon. Qur'oni Karim ba'zi bir tarbiya qilgan bolalarni o'zini o'g'li deydi. Jahiliyat davrida mutabanno, ya'ni baqvolingan bola haqiqiy boladan baland martabada turadi. Zayd ibn Harisa, Zayd ibn Muhammad deb nomlanadi. Ya'ni Zayd ibn Harisa, Harisaning o'g'li Zayd radhiyallohu anhu ulug' sahobalardan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng yaxshi ko'rgan kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tutingan o'g'li edi. Alloh subhanahu va taolo Sura Ahzobda va ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum, sizlarning tutingan o'g'lilarni haqiqiy o'g'lilar qilgani yo'q. Bu haqiqiy o'g'limiz deganilar, zalika qawlukum bi afwahikum. Bu sizlar o'zingiz
hosil bo'lguncha Zayd ibn Muhammad, Muhammadning o'g'li Zayd ibn Abdullah Zayd ibn Harisa dadasiga nisbat beradi. Zayd ibn Harisa bo'ldi. Bu bir kishi bir odamlarga ta'lim berishligi juda ulug' ish. Lekin bu ulug' ish bilan uning masalan farzandlariga buni oilasi ummul mu'minin bo'lib qolmaydi, birodarlar. Biror bir birodar, qadrdon birodar, lekin bu qadrdonligi bilan oilasi unga mahram bo'lib qolmaydi uni. Mana bu narsalar bizga g'ayri dinlardan kirib kelgan ta'sirdir. To'g'ri, bu so'zni aytishlik bilan ko'p odam juda bir harajlanib qolishligi mumkin. Nihoyatda bir og'ir bir holat bu degan juda ko'p narsa. Lekin bu og'ir holat o'z-o'zidan kelgani yo'q, birodarlar. Bizdagi hayoni yo'qotishlik uchun joylar hammasi avvaldan juda 100 yillardan beri bu ishlab kelingan, birodarlar. Joylar ilgari mehmonxona alohida ichki tashqi bo'lgan. Ota-onalar bu narsani rioyasini qilishgan. Farzandlarini hammasini ro'zg'orlantirish bu narsalarda rioyasini qilingan. Lekin bu narsalar bizning majburiy bir holatiki, iloji yo'q bo'ladigan holatlar qurilib qolgan. Shuning uchun baribir biz oilaviy ahvolda o'zimizni, shaxsiy ahvolimizni nihoyat darajada tarbiyalashlikka, o'nglashlikka muhtojmiz, birodarlar. Birodarlar tarafidan 3-4 xil xatlar kelgan ekan. Men shu darsimizning mavzusida ba'zi bir mahramlarni aytib o'tishligimiz, bu bizni o'zimizning zaifligimizdan paydo bo'lgan, birodarlar. Mana islom diyorlariga borilsa, hamma aka-ukalar bir-birlariga juda hurmatda baland, lekin oilalar alohida ular o'tirishadi. Mabodo biz harajlanib qiynalayotgan bo'lsak, bu ham o'zi zaifligimizdan gapiryapti. Shunaqa vaqtda uni istiqbol qilib keling deb biror bir so'z aytishlikka, mabodo javob qilishlikka, parda orqasidan savol qilishlikka ruxsat bo'lsa ham, hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning azvoji mutahharatlarga fala taqba'na bil qawli fayatma'a allazi fi qalbihi marad. Sizlar ovozinglarni pardani orqasidan javob beringlar va buni boshqacha ovoz qilib gapirmanglar, o'zingizlarni odatiy ovozingizdan javob qilinglar dedi. Bu ham savollarga javobki, ba'zi bir kishilar so'rashadilarki, uyda ayol kishi bo'lsa faqat erkak kishi tashqaridan chaqirsa nima javob qilishlik kerak? Deyilganda o'zining odatiy ovozini o'zgartirmasdan yo'qligini bildiruvchi kalima aytsa, albatta islom ruxsat beradi. Biz bunday har xil bir moddiy falsafada dinsiz hayotda yashaganligimiz uchun bu narsadan bir qiynalib, harajlanayotgan bo'lishimiz mumkin. Lekin baribir haqiqatni aytishimiz kerak, islom dini bizga shuni yo'llaydi. Mahramlar kimligini mana biz bayon qildik, birodarlar. Hammaga tushuntirilish kerak, ota-onalarga sekin astalik bilan